Assalomu alaykum azizlar. Bemorimiz yorug'lik churrasi tashxisi bilan bizga murojaat qilib keluvdi. 3-4 yildan beri choy yorug'lik churrasi bilan aziyat chekib yurgan. Shifokorlarga murojaat qilishga qo'rqib, operatsiyadan qo'rqib yurganlar. Bemorimizga 2 kun oldin laparoskopический TAP amaliyotini amalga oshirdik. Ya'ni hech qanaqa kesmalarsiz kichik 3 ta teshikcha orqali pahviy grijalarni operatsiya qilib berdik. Ahvollari qoniqarli ahvolda, operatsiyadan keyin deyarli og'riqlar bo'lgani yo'q. Bemorimizni o'zidan operatsiyadan keyingi holatlar haqida o'zlaridan ikki og'iz eshitamiz. Men qo'rqib yurgandim, og'rib qilardi. Men keldim, og'ir o'zim chidolmay kelgandim. Shu operatsiyadan qilishdi, tez chiqdim. Ertasi kundan boshlab ko'rib yuribman. Operatsiyadan keyin og'riqlar yo'q, yo'q, og'riqlar yo'q, bemalol anaqa qilib. Boshqalarga ham tavsiya qilasiz? Boshqalarga bemalol tavsiya qilaman kelishini. Azizlar, kimda shunaqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga hech qanaqa kesmalarsiz laparoskopik usulda, xalq tilida aytganda lazer yo'li bilan operativ amaliyot amalga oshiramiz. Rahmat.